Matiz Bestni yaxshisi kelib qoldi. Okalar, holatini qarang, faralarini qarang. Faqat pastki tumankasiga e'tibor bermaysiz. Qolgan joylar zo'r bo'lib turibdi. Boshlang'ich $400 bilan halol nasib savdoga berilyapti. Okalar, kanalga yangi bo'lsangiz obuna bo'lib qo'shishdan chiqmasa, oliy to'lovni ham saraziga tutib ketaman. $180 dan 24 oyga qilib berishga berishyapti. Eshitdi, boshlang'ich to'lovni ham xudo xohlasa ozgina kelishtirib beradigan joylari bor ekan. Ketdik, obzor qilib beramiz. Yil 2009 ko'rib turgan bo'lsangiz, tepa past LED faralar, balon holatlarini ko'rib turgan bo'lsangiz, mana akalar. Bu balonni-chi menimcha ozgina yurib tursanglar bo'ladi-ku, lekin menimcha qishgacha bitta almashtirib yuborish kerak, xohlasa. Salon qismiga kiradigan bo'lsa, akalar, vitraviklari bor. Super, faqat bez konditsioner ekan, akalar. Apishkalari yaxshi holatda. Chexollari yomon emas, poliklari yaxshi holatda, o'zaro qarollari. Probeg keladigan bo'lsa, 337 ming probegda, 336 ming degan bo'ladi, rozi bo'lsanglar. Mana yaxshi barlar qo'yilgan, yaxshi maytafonlar taqilgan, xudo xolasa zo'r holatda, okay. Yaxshi mejigar pultlari bor, tarp etgan ustiga yaxshi chexollar. Xullas, mashina tayyor holatda, akalar. Bunaqa mayda-chuyda narsalari ham bor mana akalar. Lekin umuman qaraganda, общий qaraganda, mashina holati zo'r. Mashina to'laqonli benzin yuradi. Oldin gaz qo'yilgan ekan, gazini hozir olib tashlashgan. Xullas, holati misol uchun 2 yil ichida misol uchun men mana o'zingiz uchun chiroyli qilib olsangiz ham bo'laveradi. Mashina zo'r holat. Xullas, kelib ko'ringlar, mashina Beruniyki bozorda turibdi. O'zimiz ham 1-2 soat cho'tda bo'lamiz. Xudo xolasa kelib, bemalol baraka qilib ketsanglar bo'ladi. Xullas, tegidagilar nomerlarni qoldirdim, aloqaga chiqinglar. Eshitib lokatsiyasi keladigan bo'lsa, Telegram kanalimizga kirsanglar, lokatsiyalarigacha bor. Boshqa gapimiz yo'q, akalar. Joninglar sog' bo'lsin, o'zingizlar ehtiyot qilasizlar.